2-3 yildan beri eklerlarni aynan shu retsept bilan tayyorlayman. Har doim o'xshab, shunaqa bombochka bo'lib chiqishadi. Bugun sizlarga ham shu retseptni ko'rsatib beraman. Suvga saryog'imizni solib, ketidan tuz solamiz. Saryog'imiz suvda butunlay erigandan so'ng unni solib, yaxshilab aralashtirib turamiz. O'rtadan pastroq olovda yaxshilab shunaqa aralashtirib, tegi bilan pishitib olishimiz kerak. Keyin sovigan massamizga bitta-bittadan 4 ta tuxum chaqamiz. Har bitta chaqilgan tuxumdan so'ng yaxshilab aralashtirib, silliq massa holatiga keltirib olamiz. Tayyor bo'lgan massamizni konditerskiy meshokka solib, pergament solingan listimizga xohlagan shaklimizda qilib chiqazib olamiz. Agar sizlarda konditerskiy meshok yoki nasadkali bo'lmasa, bemalol qoshiq bilan ham bu ishlarni qilsangiz bo'ladi. Shunaqa uchli bo'lib qolgan joylarini qo'limizni ozgina suvlab yotqizib chiqamiz va qizib turgan duxovkaga ularni yuboramiz. Endi esa pishib chiqqan eklerlarimizni yaxshilab sovitib, kremini tayyorlab olamiz. Bu uchun zavarnoy krem yoki qaymoqli kremdan foydalanishingiz mumkin. Kremimiz tayyor bo'lgach, uni ham konditerskiy meshokka solib, eklerlarimiz ichini to'ldirib chiqamiz va ustini xohishga ko'ra bezatamiz. Retseptini esa to'liq opisiyanida yozib qoldiraman. Retseptni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'ying.